O'zbekiston terma jamoasi dala dehqonlariga qarshi desam, qardosh xalqimiz qirg'izistonliklar mendan xafa bo'lmasinlar. Chunki hamma narsani boricha gapirgan ma'qul. Ha do'stlarim, kecha tunda O'zbekiston terma jamoasi Jahon chempionati saralash bahslari doirasida Qirg'iziston terma jamoasini qabul qildi va 1-0 hisobida arang mag'lub eta oldilar. Ha do'stlarim, Qirg'iziston terma jamoasi bir kishgan bo'lib qolganiga qaramasdan yirik hisobda mag'lubiyatga uchramaslikning uddasidan chiqa oldilar. Ha do'stlarim, O'zbekiston terma jamoasi g'alaba qozondi va muhim 3 ochkolarni qo'lga kiritdi. Lekin bu narsani futbol deb atashga ochig'i meni tilim bormaydi. O'zbekiston terma jamoasi futbol o'ynamadi. Qirg'iziston terma jamoasi esa futbol o'ynash u yoqda tursin, futbol nima ekanligini xayollariga ham keltirmadilar. Bilmadim, agar O'zbekiston terma jamoasi Qirg'iziston terma jamoasi bilan emas, Eron yoki Birlashgan Arab Amirliklari bilan o'ynagan bo'lganida qanday natija, aniqroq qanday hisob qayd etilgan bo'lardi. Ha, XG bo'yicha ham, to'pni egallab turish bo'yicha ham, darvoza tomon zarbalar bo'yicha ham har jabhada O'zbekiston terma jamoasi katta ustunlikka ega bo'ldi. Lekin bundan nima naf? Albatta, bunga asosiy sabab, ya'ni O'zbekiston terma jamoasi XG va boshqa jabhalarda ustun bo'lishiga asosiy sabab Qirg'iziston terma jamoasining futbol o'ynamaganligi. Balkim ular bir kishgan bo'lib qolganligi uchun shunday futbol namoyish etgandir, lekin faktligicha qoladi. 90 daqiqa davomida Qirg'iziston terma jamoasi O'zbekiston darvozasi tomon bor yo'g'i bir marotaba zarba berdi. Ushbu zarba ham darvoza tomon aniq bormadi. O'zbekiston esa 90 daqiqa davomida 26 marotaba darvoza tomon zarba berdi. 26 ta zarbadan 9 tasi esa darvoza tomon aniq bordi. Ochig'ini aytaman do'stlarim, Qirg'iziston terma jamoasi safida faqatgina darvozabon Tokayev futbol o'ynadi xolos. Yana bir bor takrorlab o'taman do'stlarim, agar Qirg'iziston terma jamoasi emas, boshqa biror bir jamoa O'zbekiston terma jamoasiga qarshi o'ynagan bo'lganida bizning yigitlarning holiga voy bo'lgan bo'lar edi. Va qolaversa, yaxshiyamki 24-daqiqada yigitlarimiz penalti ishlab, bitta qizil kartochka ishlab raqiblarimizning safini bittaga qisqartira olgan edi. Balkim raqib jamoa, ya'ni Qirg'iziston terma jamoasi to'liq tarkibda o'yinni o'tkazgan bo'lganida o'yinning hisobi boshqacha bo'lgan bo'larmidi, yana kim bilsin. Yaxshiyamki do'stlarim, baxtimizga O'zbekiston terma jamoasining eng yaqin ta'qibchisi Birlashgan Arab Amirliklari Eron terma jamoasiga mag'lub bo'ldi va o'rtadagi ochkolarning farqi 6 taga yetdi. Ha, O'zbekiston terma jamoasiga ochiqchasiga omad kulib boqdi. Birinchidan, raqiblar Qirg'iziston terma jamoasi futbol nima ekanligini bilmaydigan yigitlar. Ikkinchidan esa Birlashgan Arab Amirliklari Eron terma jamoasiga mag'lub bo'ldi. Lekin do'stlarim, unutmaslik kerak, 25-mart kuni, ya'ni roppa rosa 5 kundan keyin bizning yigitlar Eron maydoniga safar uyushtiradi. Va menimcha mana shu bahs asosiy bahs bo'ladi. Chunki O'zbekiston terma jamoasi Eronni mag'lub etadigan bo'lsa, bir oyog'i bilan deyarli jahon chempionatida bo'ladi. Durang natija qayd etilsa yoki mag'lubiyatga uchrasa, yigitlarimiz vaziyatni qiyinlashtirgan bo'ladi. Chunki undan keyingi bahs aynan Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi, keyingisi esa Qatarga qarshi. Birlashgan Arab Amirliklari va Qatar terma jamoasi esa bu Qirg'iziston terma jamoasi emas. Va qolaversa, bu ikkala terma jamoa bilan o'rtadagi ochkolarning farqi 6 tani tashkil etadi. Qolgan 3 ta bahsda esa ketma-ket g'alabalarni qo'lga kiritish, bilmadim, Qirg'iziston terma jamoasiga qarshi bahsdan keyin katta shubha ostida qolmoqda. Chunki o'yinni to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilgan yoki maydondan turib tomosha qilgan futbol muxlislari ko'rib guvohiga aylandilarki, bizning yigitlarning aksariyat qismi Yevropaning top jamoalarida to'p surishiga qaramasdan yuqori futbol namoyish eta olmaydi. Tan olaylik do'stlarim, 3 ochkoni qo'lga kiritganimiz bilan bu futbol emas va bu futbol bilan uzoqqa borib bo'lmaydi. Albatta, kimdirlar o'ylashi mumkin, ya'ni mening ushbu gaplarimdan keyin shunchaki terma jamoani tanqid qilishda va noshukrlik qilishda meni ayblashlari mumkin, lekin faktligicha qoladi. Keling, barchasini boricha qabul qilaylik. Bir kishgan bo'lib qolgan va mana shunday
yomon futbol namoyish etadigan Qirg'izistonga qarshi bunday o'yin ko'rsatadigan jamoa jahon chempionati yo'llanmasini qo'lga kirita olmaydi. Albatta, agar keyingi bahslardan jamoamiz futbol o'ynashni boshlamasa. Umid qilamizki do'stlarim, keyingi bahsda Birlashgan Arab Amirliklariga qarshi bahsda O'zbekiston terma jamoasi bir amallab nima qilib bo'lsa ham g'alabani qo'lga kiritadi, yo'qsa ahvol juda ham chatoq bo'ladi. Mana bu o'yindan kelib chiqib gapiradigan bo'lsak, mening shaxsiy fikrimcha, Eronga qarshi keyingi bahsda bizni yirik mag'lubiyat kutib turibdi. Siz nima deb o'ylaysiz do'stlarim? O'zbekiston terma jamoasi bunday o'yini bilan keyingi bosqichga, kechirasizlar, keyingi bosqichga emas, keyingi bosqich deyarli jahon chempionati, ya'ni jahon chempionatiga chiqa oladimi yoki yo'q? Bu haqidagi fikringizni kommentariyada kutib qolaman. Futbolni seving va u bilan yashashda davom eting. Omon bo'ling.